Assalomu alaykum. SecretX obunachilari. Yana bir quvonchli xabar. 330 ming dollarlik villa. Abduqodir Husanov ota-onasiga qilgan sovg'asi bilan butun O'zbekistonni hayratda qoldirdi. Ba'zi insonlar mashhurlikka erishadi, ba'zi insonlar esa boylik topadi. Ammo juda kam insonlar ota-onasining duosini olib, xalq qalbidan joy egallaydi. Bugungi mavzu aynan shunday inson. O'zbekiston futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov haqida ketmoqda. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan xabar millionlab muxlislarni hayratda qoldirdi. Ma'lum bo'lishicha, Abduqodir Husanov ota-onasi uchun qiymati 330 ming AQSh dollariga teng bo'lgan hashamatli villani xarid qilgan. Ha, siz adashmadingiz. 330 ming dollarlik villa. Bu oddiy uy emas. Bu farzandning ota-onaga bo'lgan cheksiz mehri. Bu yillar davomida qilingan mehnatning natijasi. Bu butun O'zbekiston yoshlariga katta motivatsiya bo'la oladigan voqea. Xo'sh, bu villa qayerda joylashgan? Nega aynan shu loyiha tanlandi? Abduqodir Husanovning bugungi muvaffaqiyatlari ortida qanday sirlar yashiringan? Va eng qizig'i, Manchester City yulduzi hali oldinda yana qanday rekordlarni o'rnatishi mumkin? Bugungi videoda mana shu savollarning barchasiga javob topamiz. Videoni oxirigacha albatta tomosha qiling, chunki bu video oxirida sizni juda qiziq ma'lumot kutmoqda. Boshladik. 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasidagi uchrashuvlar sabab Abduqodir Husanov O'zbekistonga qaytdi. Odatda futbolchilar yurtiga kelganda hordiq chiqaradi, oilasi bilan vaqt o'tkazadi yoki do'stlari bilan uchrashadi. Ammo Abduqodirning bu safargi tashrifi juda boshqacha bo'ldi. Uning qilgan ishlari internetni haqiqiy portlash yasadi. Ma'lum bo'lishicha, futbolchi Imarat Development kompaniyasi tomonidan qurilayotgan mashhur Imarat Hellis loyihasidan ota-onasi uchun hashamatli villa xarid qilgan. Bu xabarni kompaniya asoschisi Marat Xayrullayevich o'zining Instagram sahifasi orqali rasman tasdiqladi. Eng qiziq tomoni shundaki, Abduqodir shaxsan o'zi sotuv ofisiga tashrif buyurgan, loyiha bilan yaqindan tanishgan, hududni ko'zdan kechirgan va aynan Imarat Helli loyihasini tanlagan. Bu esa futbolchining har qanday qarorni shoshilmasdan o'ylab qabul qilishni ko'rsatadi. Bugungi kunda 330 ming dollar juda katta summa hisoblanadi. Ko'pchilik bu pulga superkarlar, bizneslar yoki boshqa hashamatli narsalarni sotib oladi. Ammo Abduqodir Husanov ota-onasini tanladi. Mana haqiqiy tarbiya va mana haqiqiy o'zbek farzandi. Shu sabab ham muxlislar uning bu ishini katta hurmat bilan kutib oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda minglab yoxud millionlab odamlar futbolchini maqtab izoh yozmoqda. Kimdir mana haqiqiy o'g'il desa, yana kimdir Abduqodir faqat futbol emas, insoniylikda ham chempion deb yozmoqda. Siz ham o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Aslida bu voqea bejiz emas, chunki Abduqodir Husanovning hayoti juda katta mehnat va qiyinchiliklar bilan o'tgan. Bugun u Manchester City kabi gigant klubda o'ynayapti. Ammo bu darajaga yetib kelish oson bo'lmagan. Ko'pchilik faqat uning bugungi mashhurligini ko'radi. Qimmat transferlarni ko'radi, yirik stadionlarni ko'radi, ammo ortdagi mashaqqatlarni hamma ham bilmaydi. Abduqodir bolaligidan futbolga juda qiziqqan. U boshqalardek oddiy bola edi, ammo unda bitta kuchli narsa bor edi. Bu ham bo'lsa orzu. Katta orzular va eng muhimi hech qachon taslim bo'lmaslik. Mashg'ulotlar, sinovlar, bosimlar va raqobat, bularning barchasidan o'tib bugungi darajaga chiqish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Yevropa futboliga moslashish ham oson emas. Yangi til, yangi muhit, kuchli raqobat va doimiy bosim. Lekin Abduqodir bularning barchasiga bardosh bera oldi
va bugun u dunyoning eng kuchli murabbiylaridan biri boshqarayotgan Manchester City safida to'p surmoqda. Bu oddiy natija emas. Manchester City oddiy klub emas. Bu klubda o'ynash uchun nafaqat iste'dod, balki temir intizom ham kerak bo'ladi. Ayniqsa himoyachi pozitsiyasida, chunki bitta xato va butun dunyo seni tanqid qiladi. Ammo Abduqodir o'zining sovuqqonligi, tezligi va himoyadagi ishonchli harakatlari bilan muxlislar qalbidan joy ola boshladi. Eng hayratlanarlisi esa, u yaqinda Manchester City klubida fevral va mart oylarining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Tasavvur qilyapsizmi? Dunyoning eng kuchli futbolchilari o'ynayotgan klubda aynan O'zbekiston vakili eng yaxshi futbolchi bo'ldi. Bu oddiy voqea emas, bu tarix. Bugun butun dunyo O'zbekiston futboliga boshqacha qaray boshladi. Sababi Abduqodir Husanov. Ekspertlar ham uning o'yinini yuqori baho bermoqda. Ko'pchilik uni kelajakdagi jahon darajasidagi himoyachilardan biri sifatida ko'rmoqda. Ba'zi sport nashrlari esa uni Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilaridan biri deb atamoqda. Ammo eng qiziq jihat boshqa yerda. Shunchaki mashhurlik, shuncha pul va shuncha e'tibor, lekin Abduqodir hanuz oddiylikni saqlab qolmoqda. Ota-onasini unutmayapti, vatanini unutmayapti, xalqini unutmayapti. Ana shu sabab u millionlab insonlarga yoqmoqda. Bugungi kunda yoshlar orasida mashhur bo'lishni istaydiganlar juda ko'p. Lekin Abduqodirning yo'li boshqacha. U faqat gapirmaydi va amalda ko'rsatmoqda. $330,000 villa shunchaki bu uy emas. Bu ota-onaga bo'lgan hurmat ramzi. O'zbekiston mentalitetida ota-onani rozi qilish eng katta boyliklardan biri hisoblanadi va Abduqodir buni amalda isbotladi. Aytishlaricha, villa juda zamonaviy uslubda qurilgan. Yuqori darajadagi xavfsizlik tizimi, hashamatli interyer, keng hudud, yashil landshaft, premium infratuzilma. Imorat Hills loyihasi hozirning o'zida eng nufuzli turar joy majmualaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Ko'pchilik tadbirkorlar va mashhurlar ham aynan shu hududga qiziqish bildirmoqda. Va endi bu yerda Abduqodir Husanov oilasining ham uyi bo'ladi. Muxlislar esa bitta narsani aytmoqda. Abduqodir hali juda katta cho'qqilarni zabt etadi. Darhaqiqat, uning oldinda yana katta sovrinlar turibdi. 2026-yilgi jahon chempionati yaqinlashmoqda va O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixiy natija qayd etishga juda yaqin. Ko'pchilik mutaxassislar va aynan Abduqodir Husanovni jamoaning asosiy tayanch futbolchilaridan biri sifatida ko'rmoqda. Chunki zamonaviy futbolda kuchli himoyachi yarim jamoa degan. Agar himoya mustahkam bo'lsa, jamoa uzoqqa bora oladi va Abduqodir aynan shunday futbolchi. U maydonda nafaqat texnik mahorati, balki xarakteri bilan ham ajralib turadi. Ko'pchilik yosh futbolchilar bosim ostida yo'qolib qoladi, lekin Husanov aksincha. Qancha katta bosim bo'lsa, shuncha kuchli o'ynay boshlaydi. Bu esa haqiqiy top futbolchilarga mos fazilat. Manchester City muxlislari ham asta-sekin uni sevib qolmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda uning o'yinlaridan videolar millionlab tomosha qilinmoqda. Ba'zi ingliz muxlislari hatto bu yigit kelajak afsonasi bo'ladi deya yozmoqda. Albatta, hali oldinda juda katta yo'l bor, lekin bir narsa aniq. Abduqodir Husanov allaqachon O'zbekiston futbol tarixiga o'z nomini yozib ulgurgan va eng muhimi, u hali endi boshladi. Kim biladi, balki yaqin yillarda u dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biriga aylanishi mumkin. Balki Chempionlar Ligasi kubogini ko'tarar, balki O'zbekistonni jahon chempionatida tarixiy natijalarga olib borar. Balki kelajakda oltin to'p uchun kurashadigan darajaga chiqib ketar. Futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Ammo bitta narsa o'zgarmaydi. Ota-onaning duosi va ko'rinib turibdiki, Abduqodir aynan mana shu duoni olgan futbolchilardan biri. Siz bu voqea haqida nima deb o'ylaysiz? Abduqodir Husanovning ota-onasiga qilgan bu sovg'asi sizga qanday taassurot qoldirdi? U kelajakda yanada katta yutuqlarga erisha oladimi? Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz har bir izohni o'qiymiz va sizlarga albatta javob beramiz. Sizning chuqur e'tiboringiz biz uchun juda muhim. Agar videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosishni, kommentariy yozishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.
Chunki Secretex kanali aynan sizning qo'llab-quvvatlashingiz bilan rivojlanadi. Oldinda bundanda qiziqroq va sirli shov-shuvli videolar kutmoqda. Biz bilan qoling. Secretex bu haqiqat yashiringan maskan.